Google şirketi Xitoy bozoridan chekindi. Xabar qilinishicha, dunyoga dangliq izlash motori Google şirketi Amerika-Xitoy savdo urushining ta'siriga uchramaslik uchun Xitoydagi ishlab chiqarish liniyasini yo'tkashga boshlagan. Google'ga o'xshash nurg'unlagan texnik shirkatlari va markalarning Xitoydan chekinib chiqish sababining Amerikaning Xitoyga qo'ygan 25%lik tamojini bejidan saqlanish ekanligi bildirilmoqda. Shundaqla, savdo urushining bag'an siri kengayishiga ergishib, Nest, GoPro, Nintendo qatorliq dangliq markalar ishlab chiqarish liniyasini Tayvan, Sharqiy Shimoliy Osiyo, Malayziya va Meksika qatorliq davlatlarga yo'tkamoqda. Sharqiy Turkistondagi bostirish va qattiq qo'l siyosatlari bilan qattiq tanqidlarga uchrayotgan Xitoy doiralari rayondagi urush vaziyatini eslatadigan ko'rinishlarni amaldan qoldirishga boshladi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda, Urumchi va boshqa bir qism shaharlarda Xitoy soqchilari tomonidan atalmish amonlik tadbiri sifatida yo'lga qo'yilgan bir qism ijroatlar amaldan qoldirilgan. Bular har 100 metrga birdan qurilgan qorovulxona, maktab, ommaviy so'rinlar, davlat organlari, masjid qatorliqlarning oldiga qurilgan simtor yoki qum xaltalardan yasalgan mudofaa tomlari va bu tomlarning ustidagi tikanlik chit qatorliqlar bo'lib, yuqoridan kelgan qaror bilan hammasi amaldan qoldirilishga boshlagan. Xitoyning yig'ivelish lagerida bir mezgil tutib turilgandan keyin Qirg'izistonning aralashishi bilan qo'yib berilgan Sharqiy Turkistonlik qirg'iz qiz lagerda uchragan vahshiyliklarni va shahid bo'lgan ishlarini ommaviy taratqularda e'lon qildi. Yig'ivelish lagerining qurboni bo'lgan bu qiz lagerlarda tutqun qilingan musulmon turklarining a'zolarining setildiganligi va Xitoy kommunist hokimiyatining bu orqali kirim qiladiganligini oshkorladi. Amerika Mudofaa Ministerligi Rossiyani S-400 orqali Amerika bilan Turkiya orasidagi kuchli munosabatni buzishga urinish bilan aybladi. 5 burjaklik binoning xalqaro siyosatga mas'ul bayonotchisi Paxon Turkiyaning Rossiyadan S-400 setib olishi haqida to'xtalib, Rossiyaning bu orqali Amerika bilan Turkiya orasidagi kuchli munosabatni buzishga uringanligini aytdi. Paxon Rossiya uchun eng chong g'alaba NATO ittifoqdoshlarining bo'linishidir. Lekin bundaq bir ish bo'lmaydi. Türkiye bilan bo'lgan munosabatlarimiz davomlashadi. Biz nimali bo'lmasin, Türkiye bilan 70 yillik ittifoqdosh, dedi. Hong Kongda keng ko'lamlik namoyishga sabab bo'lgan gumondorlarning Xitoyga qaytarilish qonun loyihasi vaqtliq to'xtatildi. Hong Kong alohida ma'muriy rayonining bosh ma'muri Carrie Lam bayonot e'lon qilib, bu qonun loyihasining jamiyatda zo'r bir fikr bo'lguchilik keltirib chiqarganligini va bu sababli to'xtatib qo'yilganligini aytdi. Bu qonun loyihasiga qarshi elib berilgan namoyishlarda 11 kishi qo'lga ilingan bo'lib, ba'zi joylarda namoyishchilar bilan saqchilar orasida chiqqan to'qinishlarda 79 kishi yaralangan. Osiyoda hamkorlik va xavfsizlikni kuchaytirish yig'ini 5-navbatlik davlat va hukumat boshliqlari yig'ini Tojikiston poytaxti Dushanbeda o'tkazildi. Texmi bexatar va gullangan o'rtaq rayon arzusi temiliq yig'inda Osiyodagi siyosiy, iqtisodiy muhit va insonparvarlik sohalarida hamkorlikni kuchaytirish, yangi xiristlarga qarshi kurash va xavfsizlikni kuchaytirish masalalari muzokara qilindi.